Barchaga salom do'stlar. Sizlar men sport channelixtara videoni bosamas burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvni unutmangizlar. Canelo men jatiqqan qozog'istonlik bokschi Meksikada qarshilashini nokautga tushirdi. Jenial salmoqda WBI international belbevini yegari qozog'istonlik bokschi Yevgeniy Pavlov kezekti jengisiga jetdi deb xabarlaydi. Ol Meksikada o'tgan boks keshinida jергillikda Jesus Gomez Kitanamen judruqtasdi. Jekpeshek 5-raundda texnikalik nokaut bilan oyoqtaldi. Jengilib ko'rmagan qozog'istonlik bokschi kasbqo'y 8-jengisiga jetdi. Onun 6 nokaut bilan al karyerasida 11 jengisi jetgan meksikalik bokschi Osman qatarini 8-rey jengilib o'tir. Eski salayıq, Pavlov 2-chi o'rta salmoqda absolyut chempion meksikalik Saul Canelo Alvarez bilan bir zalda jatiqqan. Janibekdan qaçqan aygeli babker Golovkinga o'ta o'rinda kenes berdi. Amerikalik babker Abel Sanchez o'rta salmoqda WBI yani IBF chempioni Gennadiy Golovkin hozirgi jalqov chempionlar emas. Belsenде bo'lib yurgan bokschilarga jekpejek o'tkazuv kerak deb hisoblaydi, deb xabarlaydi. Mamaning so'zincha WBS chempioni Jermall Charlomen WBI tituli bosatgan Dimitrius Andrade tek aqshalay ayqasqani shunni aytayin. Gennadiy Charlomen jekpejekka chiqqanini qalamayman. Jermall ringga tim siyrak chiqadi. Ol tituli yo'q, biroq Belsenде bo'lib yurgan bokschilardan keyin tur. Meni sol belsendilik uchun boshqalarga mumkinlik berib kerak. Ular ko'proq layiqda. Al Charlomen Andrade o'tirib olib ulkan gonorar kutadi. Bunday durust emas deb o'ylayman, dedi Sanchez. Ayta ketaylik, Amerikalik Dimitrius Andrade Qozog'istonlik Janibek Alimxano'li bilan judruqtaspa uchun WBA belbevini bosatib, 2-o'rta divizionga ko'tarilib ketgan bo'latin. Sizlar men sport channelixtara bo'ldi. Arnaga tirkelib, videoga like bosuvni unutmangizlar.